Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va qadrli o'quvchilar. Demak, SAT Fergana Telegram kanaliga tashlangan bitta misolni demak tahlilini qilamiz sizlar bilan birga. For a exponential function nima degani bu? For uchun nima uchun? Exponential function darajali funksiya. Darajali funksiya uchun f value of f3 k demak f3 ning nimasi qiymati of degani ning f3 ning qiymati k. Demak men qandaydir funksiya bor ekan, menga 3 qo'ysam u k chiqar ekan. Qaysiki k o'zgarmas. Which of the following, buni dars davomida yodlaganmiz, bitta keladi, ya'ni quyidagilardan qaysi biri equivalent ya'ni teng formula of function, funksiyaning formulasi f ko'rsatadi value of k ni qiymatini as degani dek. Nima dek? Koeffitsient yoki base, asos. Demak, k ni qiymati koeffitsient yoki asos sifatida ko'rsatadi deya, ya'ni ko'rsatib turibdi deya. Demak, men 3 qo'ysam k chiqadi va bu k koeffitsient yoki asos sifatida ko'rinib tursin deya. Demak, men javoblardan ixtiyoriy bittasiga 3 qo'yaman. Demak, qarasam qaysi biriga 3 qo'ysam k chiqar va u k asos, ya'ni 4 yoki mana bu oldidagi sonlar nima? Koeffitsient bo'lishi kerak. Xo'p, men d javobga qo'yaman. D javobga qo'ysam f3 barobar 768 ko'paygan 4 darajasi 3 minus 3. Bu degani 1 degani qolyapti. 768 ko'paytirilgan 4. Bu nima? Koeffitsient. Ana. Demak 3 qo'ysam nima chiqdi? Bu koeffitsient qoldi. Demak javob D javob ekan. Boshqa A, B, C variantlariga qo'yib ko'ringlar, o'zgarib ketib qoladi. Ya'ni, misol uchun ko'pchilik B deya. B ga 3 qo'ysalaring, 3072 ko'paygan 4. Bu nima? Koeffitsient. Lekin mana yerda ko'paygan 1/4, ya'ni 4 minus 1-si qolib ketyapti. Ya'ni bu ko'payib o'zgarib ketyapti. Menga nima qolish kerak? Agar mana shu ga 3 qo'yganimda shu qolganda, ya'ni koeffitsient shu qolganda, shu ham javob bo'lishi mumkin-da derdim. Afsuski bu xato. Ya'ni bu bilan bo'xsarib 3072 qolyapti. Bizda javob nima ekan? D ekan. Demak mana 3 qo'ydim. Koeffitsient chiqdi. Endi asoschi, asos endi 4, men 4 ni hosil qila olmayman. Uning uchun unga qaramayman. Demak javob D. Xo'p, bunday qiziqarli, yaxshi misollarda yechimini o'tkazib yubormaslik uchun SAT Fergana Telegram kanalini kuzatib boramiz.